Assalomu alaykum. Hojondalar, yaxshimisizlar? Charchamaysizlar? Ming bor uzr, bezovta qilmadingiz. Tinchmisizlar? Yaxshimisiz, onam? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Hatta zo'rlar ko'rib yotibsizlar. Qayerdan keldingiz? Men Norindan, Haqiloboddan keldim. Nima muammo bilan keldingiz? Shu mazam yo'q ozgina. Davolangani keldim. Eynali ko'krak saratonlari. Ha, ko'kragi Bezi. Ichyapsizmi dorilaringizni? Ha, ichyapman. Qalay? Yaxshi ta'sir qilyapti. Necha kun bo'ldi kelganingiz? 8-kun. 8 kun. O'zgarish bormi? Ha, o'zgarish bor. To'g'risini ayting-da, bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, o'zgarish bo'lyapti. His qilyapsizmi o'zingizdan? Tanada bari bilinadi-ku. His qilyapman, yaxshi o'zgarishlar, yaxshi. Keldik, mana hayitlarga sovg'alar berishdi. Bayramlarga borishdi. Gullar bayramiga bordik. Ovqatlar ham juda yaxshi. Qoniqyapmiz, ko'chada ovqat yemayapmiz, shu yerda ovqatlar o'zi zo'r ekan. Qoniqyapmiz, ovqatlarga juda yaxshi. Hamshiralar ham o'z vaqtiga muolajalarni qilishyapti. Sanitarkalarimiz ham mana kirib, hamma yo'qimiz ozoda qilib, artib, chiroyli qilib ko'ngillarimiz ko'taryapti. Hammalar bir kunda yotdilarmi yo'q? Yo'q, bular mendan oldinroq kelishgan. Men yaqinda keldim. Bularga 20 kuncha bo'lganlari bor, bular ko'proq yotgan. Siz qayerdan ko'rib keldingiz bizni? Men ham shu internetdan ko'rdim. Instagram yoki YouTube'dan ko'rdingiz? YouTube'dan. YouTube'dan. Ha, YouTube'dan ko'rib keldim. Endi o'zim shu Namangan viloyatida tursam ham, lekin eshitmagandim. Ha, shunaqasida mana. Biz sizlar uchun qanaqasi ochib qo'yganmiz xabarlarni. Oldingizda o'tgan so'zda qadri yo'q deydi-ku, shunaqa. Aylon shifo bergan rost bo'lsa, endi xudo xohlasa necha kun yotakan? Shu yerlarni sabab qilib Allohim shifo bersa, 10 kunda chiqib ketaman-da endi, seshanba kuni. Aylon ko'rmagandek bo'lib keting, kasalga o'xshamas ekansiz. Ilohim, ha. Kayfiyatlaringiz yaxshi demoqchiman-da. Kasal odam kulmaydi hech qachon. Haligi qovog'ini solib deb o'tiradi. Siz yaxshi. Assalomu alaykum hojiona. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat ukajon, yaxshiman. Tilla tishlaringiz chiroyli. Voy, tillo emas. Nima? Tilla emasmi? Tilla emas ekan. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshi. Qayerdan keldingiz? Men Surxondaryo, Boysun tuman Darband qishlog'idan keldim. Hoy, nima? Internetda ko'rib keldingizmi? Ukajonim internetda ko'ribdilar. Men kasal edim. Olib keldilar. Yaxshimisiz hozir? Yaxshi. Qancha bo'ldi kelganingizga? 19 kun bo'ldi. Yaxshi, davolanyapman. Doktorlar yaxshi deyapti. Aylon, necha yoshsiz? 58 yoshdaman. 58 yosh. O'xshamaysiz 58 yosh. Bir 50, 48, 50 yoshga o'xshaysiz lekin. Shu yaxshi, sharoitlari yaxshi. Dam olayotgan bo'lyapman mana shu yerga kelib. Doktorlar muomalasi yaxshi. Hamshiralar hammalari yaxshi, menga yoqdi. Hayitga padarkalar olibsizlar? Ha, hayitga bizga padarka berdilar. Rahmat. Shu Yulduzxonim. Shifokorlarimiz yaxshi qarayaptimi? Yaxshi qarayapti. Boshqarishimiz qalay ekanlar Yulduz opa? Hammasi Yulduz opa yaxshi. Muomalasi yaxshi. Shirin so'z ular menga yoqdilar. Hamma tomonlama yaxshi. Mendek kasal bo'lganlarga Surxondaryoga borsam, shu yerga boringlar deyman. Davo topdim deyman. O'zingizda o'zgarish bormi? Bor. Yaxshimi natija? Yaxshi, natija yaxshi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Ana Xudoga ming qatla shukr. Shu sanatoriyaga kelib davolanib yaxshi bo'lganim uchun rahmat aytaman bularga hammasiga. Biz buni olishimizdan maqsad shu sizlarga o'xshagan bemorlar ko'rib, shu yerda bor ekan-da shu deb endi topolmayotganlar ham bor-da, nima qilsam bo'lar ekan, qayerga bor ekan deb o'ylanib yurganlar bor. Shuning uchun ko'rib qolishsa, mana xalqimizdan duo beramiz, haqiqatlarga ilohim ko'rmagandek bo'lib ketinglar. Ko'pchilik duosi javob. Aytganingiz kelsin. Syomka qilib qo'yamiz-da. Mayli, Umringiz bo'lsin. Rahmat ukajon. Yuzingiz qip-qizilligini qarang, kasalga o'xshamaysiz. Men chiroyli bo'ldim bu yerga kelib. Shuni aytaman-da, yo hali uyda charchab dam olib kelaman deb bahonaga kelib oldingizmi? Kelib oldim. Yo'q, men bahona emas, seryozni kasalligim bor edi. Mana shu yerga kelib yaxshi bo'lib, davolanib chiqyapman. Rahmat bularga, hammalariga, bittasi emas, hammasi. Hammalari yaxshi og'rib turibdimi ish qilib? Ovqatlaringiz tayyorlayapsizmi? Ovqatlari yaxshi. Dorilaringiz 3 mahal vaqtiga dori ichamiz. 3 mahal ovqat. Vobshe muomalasi zo'r bo'lardi. Menga yoqdi. Siz dorilaringiz qaysi? Mana shu dori meni dorilar. Ha, bu chegara bag'i sizniki. Bag'i sizniki? Chegara bor. Mana bu dorilar hammasi. Bosh. Davleniyam bor edi. Davleniyangizga ekan-da bu. Sahr bor edi, o'simta bor edi menga. Hammasini davolayaptilar. Mana ichyapmiz giyohlar bilan, faqat hammasi giyoh. Yashang. Faqat endi vaqtida ichish kerak. Keyin vaqtida ichamiz. Uyga javob berilganda, uyga borib to'xtab qo'ymaslik kerak-da. Endi yaxshi bo'lib qoldi deb e'tiborsiz bo'lsanglar, yana qayta bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun
oxirigacha ichib tugatib iloji bo'lsa bir qator endi ko'rikka kelib ko'rikka kelamiz xudo xohlasa uzoq joy ekan lekin kelamiz sog'lik uchun ukajon kelamiz salomat bo'ling rahmat siz yaxshimisiz hojiona erkalanib yotib olibsiz siz ham yo yotavering mayli nima bo'ldi sizga shartnoma yopib qo'ydi tomog'ingizmi ko'krakim ko'krak yaxshimi siz hozir qancha dorilar ichyapsizmi ichyapman qayerdan keldingiz xorazmdan o'rtoqlar mana xorazmni internetda ko'rib keldingizmi siz ham men o'g'lim shu yerda yotib ketdi shu orqali aka ketdilar o'zi yaxshi bo'lib qoldimi o'g'singiz keyin borib maqtadimi ha necha intervyu berdi televizorlarga chiqib yashasin mana har narsaga bir narsada mana o'g'sinim dedingizmi ha o'g'sinim o'g'sinlar haligi tosh otardi bir biriga sizlar yaxshi ekansizlar ilinar ekansizlar 6 ta o'g'sin yaxshimiz biza haydon ko'rmagandek bo'lib ketdi necha kun bo'ldi kelganingizga 11 kun 11 kundan beri yaxshi o'zingiz o'zgarish sezyapsizmi ha chishlar qaytdi yaxshi oyoqlarim ham yaxshi yuryapsiz yuryapman og'riq yo'q og'riq yo'q davleniya ham chiqmaydi necha kun yotarkansiz yana endi bilaman 15 kunga to'lov qildik endi o'zgarishga qarab 15 kun maza qilib man aytaman-da maza qilib yotib olinglar uyga borib yo nevara bilan ovora bo'lasiz yo farzandlaringiz bilan ovora bo'lasiz bitta problema tutib turibdi aniq undan maza qilib dam olib bir oy yotasan deb turibdi endi to'g'ri qarang mana bizni o'zbek ayollarimiz bolam deb erim deb o'zini o'ylamaydida keyin oxirgi to'chiga yetganda keladi shuning uchun biz o'zbek ayollarimiz haqiqiy ayollar mard ayollar shuning uchun bo'ldi o'zlaringga ham qaranglar endi hammasi o'zini yo'lini topib ketadi o'zinglar keraksizlar to'g'rimi shuning uchun sog'lig'inglar o'ylanglar hamisha kelishdingmi ilohim shifo bersin tuzalib keting sayohatlarga olib chiqishyaptimi ishqilib yaxshimi aylantirib kelishyaptimi hayitlarga sovg'alar olibsizlar eshitdik parkka ham bordilar mera bordik gul bayrami bayramdan bordik ilohim ko'rmagandek bo'lib keting sizga o'xshagan bemorlar ko'rayotgan bo'lsa mana kelishaversinmi bemalol tavsiya qilaverasizmi tavsiya qilamiz kelaversin yashang xudo xohlasa tuzalgingizni ham tiyintirib olamiz bo'ptimi hozir endi mayli davolamay olavering 5 kun 6 kundan keyin olaman bo'ptimi bo'ladi rahmat opajonim yaxshimisiz endi mana sizga yetib keldik va nihoyat qalaysiz rahmat kayfiyatlaringiz yaxshimi yaxshi qancha bo'ldi kelganingizga kelganimga 21 kun bo'ldi 21 kun qayerdan keldingiz bandixon surxondaryo bandixondan siz ham surxondaryodan billa tanishmaysizlarmi yo'q bir birimizni tanimaymiz bugun shu yerda kelib tanishdinglar men yakshanba kuni kelganmanda 12 kuni kelganman bu yerga yaxshimi yaxshi hozircha qanaqa holatingiz holatim yaxshi juda qanaqa keluvdingiz qanaqa bo'ldingiz endi men o'tgan yil aprel oyida uni o'qigan bo'lsam bu kasalga ishqilib doktorlarga ko'rindim u yoqning doktorlariga ko'rindim toshkentga keldim toshkentga kelib respublikasi onkologiya qildim biopsiya qildirdim u doktorlar aytdi sen haqiqatda o'simta bitta ko'kragingni kesib olib tashlaymiz deyishdi bioximiya olasan nur olasan deyishdi men aytdim yo'q oldirmayman dedim shunaqa qildim keyin ukam shu toshkentda ishlaydi o'sha shu ishlayotgan ishxonasida bir ayol ko'kragini kestirib tashlab bitkazolmagan ekan doktorlar toshkent doktorlar bitkazolmagan ekan shu yerga bitkazib ketgan ekan keyin shu opangni shu yerga opar deb tavsiya qilgan ekan ukam shu yerga olib kelib qo'ydi keyin 10 kuni olib kelib qo'ydim men shu yerga shu keldim ertasi kuni keldim o'zi qayerga kelib qolganimni bilmayman osmondan tushgandek bo'lib qoldim bu yerga kelib keyin shunday keldim ertasi kuni shunday endi tushyapman 3-etajdan pastga tushib doktorlarga qarab hammasi ochiq chehra muomalasi zo'rda ishqilib yaxshi kayfiyatda muomala bilan kutib olishdi biz ataylab chiroylidan tanlaganmizda shuhrasida chiroyli bo'lsa odam ko'rib bag'ri dil ochilsa kayfiyat ko'tariladiganmizda men o'zi toshkentning doktorlari nolga tushirib tashlagandida meni bu yerga keldim ko'rindim keyin durdona opaga kirdim yulduz ayani oldiga kirdim ishqilib yo'q senga unday kasallik emas yaxshi bo'lib ketasan deb lichina yozdi lichina oldim 18 kun deganda apparatga tushdim o'ziga juda katta o'zgarish dedi 3 ta bez yo'qolgan dedi bitta ko'kratda 11 ta bez bor dedi o'shanda 3 ta yo'qolgan dedi qolganlari ham santimetr 5-3-2 ga tushib qolgan dedi o'lchamlari juda xursand bo'lib ketdimda kayfiyatim ko'tarilib juda xursand bo'lib ketdim hozir ko'rdingizmi operatsiya qildirganingizda hozir balki boshqa muammo kelib chiqishi mumkin edi shunaqa shuning uchun tabiiy yo'l bilan davolanish yaxshi endi misol uchun mana sizda ham muammosi borlarga bemalol tavsiya qilaverasizmi tavsiya qilaman men kelaversin ekanmi shu ayollar adashib doktorga borib biopsiya oldirib o'tib yurmasin ekan shu yerga kelish kerak ekan u yoqda doktorlar hamma ayollarni shutib inoq qilib tashyaptida nogiron qilib tashlayotgan endi yaxshisi ham bor endi
insonni qanaqaligini bilmaysiz misol uchun balki pulni dardidadir balki qo'lidan kelmas shuning uchun qo'lidan keladigan odamni oldiga kelsanglar mana shunaqa natija bo'ladi chunki yulduzayam dedizu suv boshdan tozada shuning uchun keyin mana toza bo'lib kelib ko'rishi bilan xursand bo'lib ketdimiz esingda juda katta o'zgarish dedida shunday xursand bo'ldim mana siz dorilaringiz mana shumi endi ichyapsizmi ha meni dorilarim ichyapman yaxshi vaqtida olib kelib berishyaptimi ishqilib ha vaqtida olyapman zo'r bular budilnikda doringiz vaqti kelganda ichyapsizmi kirib turadiyu shuning uchun kelib turishibdi hamshiralari ham yaxshi ishqilib bu nimaga giyohlardan tayyorlangan kapsula hisoblanadi tarkibiy giyoh bilan faqat bemorlar ichirishga ozgina qiynalgani uchun kapsula shaklida ishladik aynan sizlarga qulaylik qilib berishgan ekan o'zi taxir o'zi bo'lsa achchiq bo'lsa ha yaxshi ilon ko'rmagandek bo'lib keting mana o'zingiz natijani ko'ribsizki o'zim natijani ko'rdim chunki yulduz ayam durdona opam keyin ginekolog nargiza opa bor durdona opalar juda yaxshida juda yaxshi qarashlari ham zo'r bularning shunday muomala ham shu o'zini ko'rsangiz juda o'qib ketasiz xursand bo'lib ketasizda kayfiyatim juda ko'tarilib ketadi bu yerga kelib oshxonaga tushaman oshxona ham oshxonadagilar muomalasi yaxshi 3 mahal ovqati ham yaxshi ishqilib hamma tomonlama yaxshi ekan men samarqandga borib davolanganman ko'p yerga davolandim 1 yil mobaynida toshkentga keldim samarqand termiz hamma yerda ko'rdimda lekin bunaqa sharoit bunaqa odamlarni ko'rmaganman hamshiralarni hammasi yaxshi hurmatli obunachilar mana ko'rib turibsizlar hammasi yaxshi man shunday kirdim sizlarga gapirayotganimiz yo'q o'zlaring beryapsizlar shu yerga kelishiga tavsiya qilaman ayollar adashib yurmasin mana prama shu yerga kelsin davolansin o'tib kerak ha shunaqa yashang chunki o'zim sezdim mana shu o'zgarish bo'ldida riskka o'zgarish bo'ldi menda tanangizda o'zgarish bo'lganini his qilgan tanamda o'zgarish bo'ldi his qildim juda xursand bo'lib ketdim lekin allohim dedi man shu yerda sizga yo'natibdi dedim yulduzaga aytdi allohim dedi senga juda qarashibdi dedim men aytdim sizga anaqa qildi allohim meni dedim yashang shu yerga keldim shu ayollarimizga onalarimizga bitta layk bosib qo'yasizlar kommentariyaga chiroyli qilib duo qilib qo'ysanglar xudo xohlasa ko'rmagandek bo'lib ketsa sizlar duolar ijobat bor ko'pchilik duosi bilmaymiz shuncha ko'rayotgan insonni ichida qaysi birida xudoga yaqin inson bo'lishi mumkinda siz bilmaymiz shuning uchun sizlar faqat duo qilib qo'ysanglar bo'ldi xudo xohlasa shunaqa bemorlar bo'lsa muammo bo'lib qiynalib qayerga borishni bilmasa yurgan bo'lsa mana o'zi tayyor og'izlar bilan aytdilar juda ko'p joyga borganlar natija bo'lmagan 1 yil mobaynida men bordim dorilar ichaman bez ko'payib ketaverdi-da. Dori ichaman, bez ko'payib ketaverdi. O'ziga tushaman, natija yo'q. Bu yerga keldim 18 kun deganda natija juda katta foyda. Ana, natija bo'ladi. Masalan, bunga o'xshagan bemorlarimiz bir xil diagnoz bilan kelsa, lekin ikki xil rezultat olamiz. Siz bilan men bir xil ovqat yesam, hazm traktimiz ikki xil bajaradi organizmda. Shuni singari bemorlar giyoh ichyapti. Natijalar organizmga bog'liq. Giyohlarga garantiya berishimiz mumkin 100% tabiiyligi xususiyatidan, lekin inson organizmiga hech qachon garantiya bermaymiz. Demakki, kasallik ustida garantiya bermaymiz. Endi qarangchi savol shu o'rinda. Insonni o'zini kayfiyatiga ham bog'liqmi? Albatta, 100% bu narsa. Tushkunlikka tushib qolsa qiyinroq, to'g'rimi? Albatta. Undan men aytaman, bemorlarimiz bir xillar yig'laydi-da. Undan chiqing dedim, deyman, men sizga choyxona oshpaloq qilib beray deyman. Kayfiyati tushirgandan ko'ra o'shani qiling deyman. Bu ham parhezga o'xshagan narsa, kayfiyatdan. U stressga tushsa, o'zi kasallikka kelib chiqish sabablari stressdan bo'ladi. Albatta. Bu narsani dunyo olimlari tasdiqlagan. Ana. Shuning uchun kayfiyatlarni tushirmanglar hech qachon. Sizlar kasal emassizlar, shunchaki davolanib ketyapsizlar, bu parkka boryapsizlar. Pullar ko'payib qolgan ekanda, shuncha aylantirib sizlar pullarni chiqishyapti. Shu gulbog'larga olib borishdi, sovg'alar berishdi bizga. Ana. Qaysi klinika shunaqa? Yo'q, bunaqasi hali ko'rmaganman. Shuncha joyga bordik, katta sovg'a berdi. Bordik, sovg'a ham berishdi. Beramiz. Shuning uchun kelaverasizlar hurmatli ayollar, onajonlar, opa-singillar shunaqa muammo bo'lsa, faqat ko'krak saratoni emas, masalan, bachadonda mioma, kista, to'g'rimi? O'sha eroziya farqi yo'q. Tabiiy giyohlar bilan mana shunday sharoitlarda sizni davolab, xudo xolasa sog' salomat, faqat avvalo o'zingizga ishonch bo'lishi kerak. Davolanaman degan ixlos bilan kelsangiz, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men ham shu 1 oy yotaman. Ana. 1 oy yotaman deb kelganman, 21 kun bo'ldi. Xudo xolasa 1 oy yotib, yaxshi natijani ko'rib, keyingi restatsiyaga ketaman. Albatta, doposga qo'yamiz. Maza qilib olinglar. O'ylamanglar eshitdim. Tayyor. Işte sen o'ylaganimiz yo'q, lekin kelgandan shu kayfiyatim Durdona opa ko'tardi riskka. Shundan kayfiyatim tushgani yo'q. Ana, erlaring har oshib yuraveradi. Bersizlarga yo'q. Rahmat shu hamshiralarimizga umri uzoq bo'lsin. Yulduzayimga rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Tanijoni sog' bo'lsin, farzandlari rohatini ko'rsin. Nasib bizga o'xshab bemorlar ham yaxshi bo'lib natija olsin shu yerda. Shifo berayotgan rozi bo'lsin. Charchamanglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.